Biznes Do'stim, bo'ladigan bo'lsa 60 bilan naqd beraman. Ko'ngling nechi bo'ladi? Ko'ngling bir 70 ladimi deyman sana. 75. Nechi 5? 75. Mashina olishim kerak. Yo, olishing kerak, qimmat sotsang arzon ololmaysan. Arzon sotsang arzon olasan, og'ay. Arzon sotsam. Mana shuni 14 bor, 69 million qilib katta qilib yozib qo'yishdi bachalar. Men lekin 66 million olib 67 millionga berganman. Mendan olib turib ham 2 million qo'yib ham 69 deb yozib qo'yishdi o'sha misolga-da. Shuni 14. Birinchi partiyasi xuddi shunday. Narxli bo'lmaydi. Necha bo'lsa bersan, do'stim aytib ko'raman, kimdir olsa olsin. 75. 70 ham deb aytib ko'raylik, xo'p deb. Bir aytganda qismdoshingmanki. Ko'p kishi aytaman, sen meni og'ayni deb bilding-da. Sen o'z og'aynimsan. Yo, o'zingga yo'sanga. Yo'q, 70 da men aytib ko'raman. Chin-chinaki Instagramga nomering bilan qo'yib beraman, og'ayni. Mashina yaxshi mashina. O'sha uchun aytaman 70 da. Bo'lmasa 65 dan nari o'tmaychiydi. 70 da mana haqiqatga yaqinroq bo'ladi-da. Hozirgi vaziyatga. Aytgan bo'ladi. Xo'p. Akalar ko'ringlar, 2013 ikki churik yurgan kraska kapoti ham kiringlarga ko'rdim, boshqa joyi yo'q ekan. Yurgani ikki churik. Gazi bor, kim olsa 70 million bo'lsa beraman deyapti. Birinchi pozitsiya. Generalni chiqadi, o'zim beraman. O'zining nomiga generalni chiqaygan. Bormi oluvchi, kapot oluvchi. Menga pul kerak emas. Do'stim, nomeringizni aytingmi? 60 bo'lsa oladimi? 99lik 99lik 580 580 0809. 0809. Instagramga qo'yib bersan nomerini. Bo'ldi. Xafachilik ham do'stim. Yo'q, yo'q. San oldinga bir to'g'ri ketsa bir gap.